and NATO is now dodging. I have ordered the seizure. This aggression cannot stand. We will resist. Sankt-Peterburg shahrida mobilniy elektronika Abusaxiy do'konining filiali borligini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, hozir o'sha mashhur Abusaxiy do'konining manzili bilan tanishib chiqamiz. Sennaya metro stansiyasidan tashqariga chiqamiz, chapga burilamiz hamda yana bir bor chapga burilamiz. O'zi shundoq ham uzoqdan targ'ov sentri navislari ko'rinib turadi. Yo'l-yo'lakay aytib ketishim kerak, endi Abusaxiyda siz kutgan trading xizmati mavjud. Ya'niki endilikda siz o'zingizni eski smartfoningizni bizga topshirib, yangisini olib ketishingiz mumkin. Va yana eng qizig'i, Rossiya bo'ylab bizdan arzon do'kon topsangiz 2000 rubl bonus beramiz. Chunki Rossiya bo'ylab Abusaxiydan arzon do'kon yo'q. Ko'rib turganingizdek, do'konimiz Sennaya targ'ov sentrining 3-etajda joylashgan. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa-olam. Mail on Sunday agentligining axborotiga ko'ra, Donald Trump urush vaziri va Pentagon notasi Pete Hegsethga Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasini Grenlandiyani bosib olishga tayyorlashga buyruq bergan. Mail on Sundayga ko'ra, ayni paytda Pentagon Grenlandiyani juda qisqa vaqt ichida qo'lga olish operatsiyasi ustida ishlamoqda va Mail on Sundayning taxminiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar armiyasini Grenlandiyaga kirishi NATOni parchalanishi bilan yakun topadi. Ammo Washington Daniyadan baribir Grenlandiyani tortib olishi aniq va Yevropa Daniya bosh vazirini chorlov bilan Qo'shma Shtatlar armiyasiga qarshi Grenlandiya uchun urushga kirmaydi. Ukrainani moliyalashtirish va Yevropaning pullarini Ukraina urushiga yo'naltirish bo'yicha rekord o'rnatgan Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen esa Washingtonga qarshi bir qator sanksiyalar joriy qilish bilan chegaralanadi xolos. Ammo Bryussel undan ortig'iga qodir emas. Bu Mail on Sunday agentligining Grenlandiya kelajagi bo'yicha bergan axboroti edi. Eshitmaganlar uchun eslatma. Wall Street Journal agentligining xabariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bir vaqtning o'zida ikki front ochishi mumkin. Birinchisi Grenlandiya bo'lsa, ikkinchisi Eron Islom Respublikasi bo'ladi. Wall Street Journal agentligiga ko'ra, Trump urush vaziri Pete Hegseth bilan Erondagi aynan qaysi obyektlarga zarba berish masalasini muhokama qilgan va Qo'shma Shtatlarni Tehronga qarshi yangi operatsiyasi ham yaqin kunlarda boshlanishi kutilmoqda. Shuning uchun bo'lsa kerak, urushsevar senator Lindsey Graham o'zining X'dagi sahifasi orqali Erondagi namoyishchilarga ilhom beruvchi murojaat yo'lladi. Lindsey Grahamning o'z murojaatida aytishicha, Eron xalqini dahshatli kunlarini yakun topishiga juda kam muddat qoldi va yaqinda Eron ozod bo'lib ozodlik nafasiga to'yadi. Eslatib o'tamiz, Tasnim agentligi e'lon qilgan sonlarga ko'ra, Eronda 14 kundan buyon davom etayotgan namoyishlar mamlakatning 185 shahriga keng yoyilgan. Tasnimga ko'ra, namoyishchilar orasidan halok bo'lganlar soni 116 nafar kishini tashkil qilishi mumkin. Shuning bilan birga xavfsizlik kuchlaridan ham shu kungacha Pars agentligining ma'lumotiga ko'ra 6 kishini halok bo'lgani va 120 kishini jarohat olgani tasdiqlangan. New York Times agentligining Erondagi o'z manbalariga tayanib bildirishicha, Eronning Resht shahridagi o'likxona murdalarga to'lib ketgan va ayrim shaharlardagi o'likxonalar namoyishlarda halok bo'lganlarning oilasidan o'likni qaytarib berish evaziga 7 milliard real dollarda hisoblaganda esa 4600 AQSh dollari talab qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Tehron nafaqat siyosiy va iqtisodiy inqiroz, balki G'arbni aralashuv bilan haqiqiy fuqarolar urushi va davlat to'ntarishi yoqasida turibdi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, bu urushda aniqrog'i Eronda hokimiyatni ag'darishda G'arbga ishonish mumkin emas va buni sabablarini 10-yanvar kuni Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Johnson juda aniq faktlar bilan bayon qildi. Boris Johnsonning Daily Mail agentligiga bergan intervyusida ma'lum qilishicha, Yevropa 1979-yilda shohni ag'darilishini oldini olish mumkin edi va buning uchun birgina Britaniya Tehrondan 450 million funt sterling pul ham olgan. To'g'rirog'i, London Eronda xalq qo'zg'algan 1979-yilda shoh hukumatiga tanklar yetkazib berish uchun Tehrondan 450 million funt sterling pul olgan. Ammo Tehronga bir dona ham tank yetkazib bermay shoh hokimiyatini ag'darilishini kuzatib turgan. Shunday ekan, Boris Johnsonga ko'ra, Eronda agar G'arb aralashmasa 1979-yilgi shoh bilan qayd qilingan ssenariy takrorlanishi ham mumkin. Agar aksincha bo'lib, Qo'shma Shtatlar va Yevropa yordam bersa, unda Ali Xumayniy taxtdan ag'darilishi aniq. Biroq Boris Johnsonga ko'ra, bu safar qurbonlar 1979-yilgiga qaraganda ancha ko'pni tashkil qilishi mumkin.
Endi Vladimir Zelenskiyni tinchlik bitimi bo'yicha bergan bayonotiga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Zelenskiyni o'z bayonotida bildirishicha, Ukraina bu yil urushni tugatishni rejalashtirmoqda va bu yil Bryussel bilan qanday harakat qilish borasida muzokaralar olib bormoqda. Vladimirlarni kenjasini yakuniy xulosasiga ko'ra, frontda o'q otishni to'xtatish uchun Rossiyaga har tomondan bosim o'tkazish kerak. Yo'qsa ko'ngillilar koalitsiyasi 2027-yilning yanvar oyida ham urushni qanday to'xtatish bo'yicha bosh qotirishda davom etadi. Bu gapga esa tushungan tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.